Assalomu alaykum qadrdonlar, kanalimiz kuzatuvchilari. Klient kelibdilar 03 soni bilan o'tkalik rasm berganman, miyag'ini tindirib. Hop, o'sha mashina. Endi disklari boshqa edi, oxirgi marta bekaganda bu mashina disklarini almashtirib qo'yishibdi. Endi bu 03 edi, endi buni bilmayman nimadir sababdan bo'lib orqasini 06 qilib bering deb kelishibdi. Ma'lumotlarni eptashab, bamperlarni 06 bamper qo'yamiz, 06 fari chiroq qo'yamiz. Orqa far to'rimizni kesib, yarmini kesib eptashab 06 ga aylantiramizda xullas. Kuzatib boring qadrdonlar. Endi nimaga uchun bilmayman, lekin egalar 06 qilib bering olib keldilar, xo'p deb 06 qilib beramiz. Shunaqa gaplar. Yana bir narsani aytib o'tib ketay qadrdonlar. Yig'ishda ham baribir yig'ish bor-da. Shuncha sarf qilingan bo'lsa-da, ancha sarf qilgan, shunga yarashib shuni almashtirib o'rishmabdi. Mana qarang, sindirib o'rishganmi, nimadir qilishgan, bir tuzuq qurib o'rnatishmaganda. Misol, men gaz balon qo'ymasdan turib bunaqa narsani qo'ygan bo'lardim-da. Gaz balonni o'lib qo'yish kerak buni. Yana keyin chiroyli cho'tka bo'lib o'ynaydi. Shunaqa gaplar. Yig'ishda ham baribir yig'ish bor. Ya'ni ko'nglim o'tirmaydi bu mashinaning yig'ilganligi. To'g'risi. Lekin mana yuribdi. Tkali yozda qilganmiz. Haligacha o'sha blisk bor. Obishni oddiy polirovka qilingan. Buni hali professional polirovka qilinmagan buni. Obishni polirovkada yuribdi hali ham. Kraska bezrayib boshqa bo'lib ketmagan, haqiqatan ham yaltirashlari, turishlari zo'r. Yaxshi kraska sepganman, ozdan kraska sepilmagan. Kuzatib boring. Assalomu alaykum, yana bir bor qadrdonlar. Hop, mana 03 zamoni 06 ga aylandilar, xudo xolisa. Orqa fartoni qo'ydim, mana orqa panelni bu ustib turadigan yer qo'ydim, xolos. Tagigacha qo'yib o'tirmadim, ish ko'paytirib. Xudo xolisa gruntовка qilamiz. Gruntовка tayyor qoladi debdi. Mana ichlardan ham ko'rsani yamab, yana qaytarish gruntовка qilib qo'yganman. Endi shuni ham yopishtirib qo'yaman. Qaltitmay turaveradi bexudo xolisa. Kapotni o'chirib yopilishlari hammasi zo'r. Hali kechagina buni bir joyga olib borishib, nimadir yuklashgan ekan, mana ko'rib turgan, mana endi pajaq qilib qo'yishibdi. Mana endi pajaq qilib qo'yishibdi, mana kraskani ko'chirib. Mana ustigacha o'tgan, mana ko'rib turgan bo'lsangiz, mana. Bildimi? Mana she'rni ham endi biroq kraska qilib ko'ring dedilar. Keyin qanaqadir usti ham mana g'ajar bo'lib qolgan bu ishni bilmayman. Qayerdir turgan mana. Mesela g'ajar. Kraskani tagida qolganmi, bilmayman. O'ta xunuk bo'pti to'g'risi. Shunga innaki mana yerda ham mana bo'lib yo'rilgan mana. Men motorislar bosib o'rganda. Mana shu bosib o'rgan, undan keyin chiqazgan, o'sha ish bo'lib yo'rilgan. Endi ko'p holatda bo'ladi. O'shani iloji bo'lsa mana shu ish ustalmasa yaxshi bo'ladi-yu endi. Motorni pajaq qilishgan. Mana shu joy defekt. Mana yer balonga tekkanmi, shirok balon qo'yganda beni qaytarib tekislab kraska qilib qo'yamiz. Mana yerda nimadir baqa chiqqan temir. Bilmayman nima narsa bo'lar. O'shani ham to'g'rilab qo'yamiz chiroylab. Polностью chiroylab bitta polirovka qilib qo'yamiz. Polirovka ancha anaqasini reksini yo'qotib qo'yibdi, ko'rsizlar, mana reaksiyalar chiqib, chiziqlar chiqib, uni ustiga g'ujur bo'lgan, mana ustiga. Bilmayman, juda xunuk bor. Leskalam shunaqa gaplar o'zi bu kriloni ham endi sepiladigan bo'ldi. Pilos ben sepamiz bundoq qilib perxod qilib kriloni. Orqa kapotni shichatini sepaman. Qo'y iloji bo'lsa paxot qazmasdan. Petno sepamiz-da. Bog'larda unaqa narsalar yo'q. Krilo bog'lari yaxshi, chiroyli yaxshi turibdi o'zi. Shunaqa gaplar. Ancha o'sha bezrayib qolgan. O'sha ancha bezrayib, mana g'ajir eshitilibdi-mi?
Mana shu ovoz sizlarga eshitilibdimi? Shunaqa. Shuni yo'qotamiz xudo xolasa. Kuzatib boring qadrdonlar. Nol uchun biz ham xudo xolasa kraska qilishga harakat. 06miz. Buni yo'qotdim, uni yo'qotdik. Buni managacha sepaman. Managacha sepsa ham bo'ladi aslida. Lekin lak urib yuboramiz bundoq qilib. Managacha kraska sepib zo'r bo'ladi o'shanda. Sababini ertaga aytib o'tib ketaman balirovka vaqtida. Hop, mana 03imiz 06 qilingani. O'zi yana bir narsani ko'rsatib o'tib ketadi. Hozir paydarovka qilaman, xudo xolasa men bilan. Paydarovka qilishga harakat. Paydarovka qilmasa bo'lmagani bo'lib ketibdi, o'ta. Natani izlarda mana hammasi. Mana. Bularni hammasini endi chiroylab yaltiratib paydalovga qilamiz. Inshaalloh. Mana mashina qilgan joy kechaganda. Sen boshqacha-da, qanaqa paydalovga qilingan joy. Paydalovga qilinmagan joy mana bunaqa. Bilinadi, lekin farqi bo'ladi, anchagina farqi bo'ladi. Shunaqa gaplar, mana kapotlarda ham shunaqa holatda. Bu taraflar ham shu ahvolda. Ko'rib o'ringlar, paydalovkadagi holatini ko'rasizlar. Inshaalloh zo'r bo'ladi paydalovka. Mana endi chizib o'ribdi va krastik kraskini. Chuqur o'yib o'ribdi. Yalan. Mana bu do deydi-ku, avvalgi holati mana. Mana xudo xolasa paydalovkadagi mana holat mana ko'rib turgan edi. Qani, juda go'zal. Pishi zo'r o'chirgan, ha? Buni qarang, mashalloh. Paydalovka qildirib turish kerak-da. Endi mana kapotda ahvolini qarang. Voy he. Abgor chiqib ketgan, abgor. Paydalovka qilamiz, paydalovkadagi ko'ramiz natijani. Tamom option bilasizki mana xudo xolasa. Tamom xudo xolasa ideal inshaalloh. Orqa kapot, oldi kapot qoldi. Mana kapot yarim ham bo'ldi. Mana yarim bo'lmadi. Lekin xudo xolasa yarim bo'lgan uchun natija xudo xolasa zo'r. Patron ham shu qilishim kerak, pandalab kelib qolganman, xudo xolasa vaqt bo'lsa patron ham qilib olsak. Oq kraska qo'raman, zo'r bo'ladi yana. Xudo xolasa bu yil yozda qilamizda. Chunki nimalar ko'rinib to'saydi. Assalomu alaykum, yana bir bor qadrdonlar, mana xudo xolasa 03imiz 06 bo'ldi, qoldi. Ko'rib turgan edik. Hop, faqat mana nikelda farqi bor. 06da mana joyda, ana qirg'og'ida bedamasi mana edi. Qirg'og'ida qora bo'ladi, plasmassa 06da. Bu 03. Mana hammasi bor.
Mana oldida mana farqi bor. Mana yerda ham farqi bor. 03 da bo'ladi bundaqa narsa. 06 da bo'lmaydi. Mana abrsovkalar ham yoki mana 06 qo'yildi. 03 abrsovka edi. 06 abrsovka bo'ldi, chiroyli. 06 bamper. Xohlasa mashina o'ta zo'r. Paydalovka qo'ydim, paydalovkada yana ochildi mashina. Anchaligi. Har xil latlarda artib, yuvib, xunuk holatga kelib qolgan ekan, bezrayib. Paydalovka qilib mana chiroyli mana yaltirashlar mana. Xudo xohlasa yomon emas mana ko'rib turibsizlar, shu go'zal. Cho'tka mana. Xudo xohlasa yaxshi. Nalishdan 06 ga aylantirdik. Yana meni she'rlar. Kimga shunaqa ishlagan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Chiroylab qilib chiqazib beramiz, xudo xohlasa. Kelasi videolarda ko'rishguncha like bosib qo'ying, obuna, podpiskani bosib qo'ying, qadrdonlar. Podeliza qilib qo'ying, mashinasi borlarga, ustaka radagarlarga ehtiyot. Kelasi videolarda ko'rishguncha